Zikr tokli mashina dual motorli qidirayotgan aka-ukalarimizga ikkita motorli Zikr chiqdi. Rangi ham o'ziga xos, juda bir ajoyib. Buni narxini 48,5 ming qilib beramiz dedilar. Okalar Zikr dual motor, ikkita motorli qidirayotgan aka-ukalarimizga shuni yuborib qo'yinglar. Hammadan o'zim xursand bo'laman. Joninglar sog' bo'lsin. 2024-yil probegi 1000, kraskasi bitta detalli ekan, udarlari yo'q dedilar. Ustinglar bilan bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Holati tinmay turibdi. Dual motor. Zapas xod 700. Kraskasi mana shu bitta ishida ekan. Yana ustinglar bilan ko'rib tekshirib olasizlar. Zikr 001. Men endi nima deyapti bilmayman, balkim yaxshi gap bo'lsa kerak. 4 yumshoq, yangi balon, diskasi ajoyib. Lekin men shu ishiga 5 ketdim-da, qarang. O'zi ham 10 marta ochib 10 marta yopdim, lekin gap yo'q. Salonlari yaxshi, radnoyam Zolotoyim yaqinim, panorama tomli. Salonlarda qirilgan, chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Zapas xod 700 dual motor. Lekin zo'r eganda, respekt. Ham ishi menga juda yoqib qoldi-da, Gentraga qildirsam bo'lmasmikan? 2024-yil probegi 1000. Buni narxini 48,5 ming qilib beramiz. Bosinglar akalarim.